Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan bugun yangi telefonga Google akkaunt ochishni ko'rib chiqamiz birgalikda. Buning uchun Google ga kiramiz va yuqoridagi odamchani ustiga bosamiz. Void tugmasini bosamiz. Bizga mana bunday oyna ochiladi. Telefon yoki elektron pochtani kiriting deydi. Bizda ular hali yo'q. Biz Sozdat akkaunt ochamiz. Buni bosganimizda для личного использования, для ребенка, для работы. Biz для личного использования bosamiz. Va ism familiya oynasi ochiladi. Ism familiyamizni yozamiz. Hamma o'zini ism familiyasini yozadi. Tepaga ismi, pastga familiyasi. Menga bu akkaunt kerak bo'lmaganligi uchun, shunchaki ko'rsatish uchun yozayotganligim uchun xohlagan ism familiyamni yozaman. Masalan, Ali Aliyev Dale. Bu yerga hamma o'zini tug'ilgan kuni, oyi va yilini yozadi. Taxminan men mana 11 iyul 1988 yozdim va jinsini tanlaydi. Jinsini ne ukazanini ko'rsatib tanlamaslik ham mumkin. Mana shu yerga ism tanlaymiz. Gmailimizga ism tanlaymiz. Mana shu bizga biroz qiyinroq bo'ladi, chunki bizga toki o'zi bitta taklif bermaguncha qizil yonib qolaveradi. Qachonki bo'sh ism chiqsa, o'zi yashil yonib o'tib ketadi. Lekin bu Ali degan ismlar dunyoda juda ham ko'p ekan shekilli, millionlab odamlar akkauntlar ochib taylaganligi sababli ismlar tanlash hozirda juda ham qiyin, ya'ni bo'sh ism tanlash juda ham qiyin. Men toki menga o'zlari taklif bermaguncha har xil usullar bilan o'zgartirib yozaverdim. Oxiriga Avazjon deb yozishga qaror qildim va Avazjon deb yozganimdan keyin shunga o'xshashroq o'zlari ism taklif qildi menga. Ali Valiyam deb yozib ko'rdim. Bunaqa akkaunt bor deydi. Har xil usullarni qilib qo'ydim, baribir qizil yonib qolaverdi. Qizil yonib qoldimi, demak bu akkaunt bor. Mana endi Avaz deb yozib ko'raman. O'zi taklif beradi hozir. O'zi taklif bergandan keyin darhol o'sha taklif berganni bosib o'zingizga qabul qilib olasiz. Mana taklif berdi. Avazjon 899 bo'sh. Savobod. Buni qabul qildim va Dali tugmasini bosaman. Mana shu joyini siz yozib olishingiz kerak albatta. Esdan chiqarmasligi uchun. Mana bu yerga parol o'ylab topamiz. Hamma xohlagan parolni o'ylab topadi. 8 ta raqam, 8 ta simvoldan kam bo'lmasligi kerak. Harf, raqamlar, simvol hammasi aralash, xullas 8 tadan kam bo'lmasligi kerak. Mana buni albatta yozib olishimiz kerak. Bunga ham xuddi shu narsa to'g'ri chiqmasa yo'q. 8 ta harfdan kam bo'lmasligi kerak. Buni terdim. Mana bizning akkauntimiz o'zi tayyor, o'rtoqlar. Tabriklayman. Video foydali bo'lgansa albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi videolar ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Allohdan rahmat. Akkauntimiz ochilgandan keyin pastiga tushamiz va принимаю tugmasini bosamiz. Barcha ularni qonun qoidalariga rioya qilishni qabul qilganimizdan keyin bizning akkauntimiz ochiladi. Isho tugmasi chiqadi. Isho tugmasini bossangiz yana pastgacha, xullas xohlagan odam uni o'qib chiqsa bo'ladi, o'qib chiqmasangiz ham bo'ladi. Baribir hech kim menimcha bunga rioya qilmasa kerak. Perключенный assistent Gemini deyapti. Gemini ham sun'iy intellektga o'xshagan narsa. Buni qabul qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, mana bizning akkauntimiz tayyor. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Buni Gmailga, pochtaga ulab qo'yishingiz shart, albatta, esdan chiqmasin.